riskovat bo'lsa riskovat. Farqi yo'q bizga. NBN'da obunachilari maza qilib, Eldor aka, yangi mashinaga $10,000 bilan aka, boshlanish to'lovi bilan chiqarib olish katta risk emasmi aka? ya, xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Yaxshi odamlarga beramiz. Riskovat bo'lsa riskovat. Farqi yo'q bizga. NBN'da obunachilari maza qilib bizdan foydalansa bo'ldi. 10,000 bilan berib yuboramiz mana shu mashinani. Bo'ladi aka, unda faqat MBM mijozlari uchun mana shu mashinani $10,000 boshlanish to'lovi bilan chiqaramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bu mashinamiz yangi kirib keldi, xudo xolasa. Mashinamiz hech qayerda yo'q narxda qo'yib beryapmiz, xudo xolasa. Narxi xohlagan joylaringdan surishtirishlaring mumkin. Narxi 60,000 edi, lekin MBN obunachilari uchun narxini 56,900 qildingmi? 56,900. $56,900 qilib belgiladik. Bemalol Nasiya savdoga ham xarid qilishlaring mumkin. Bunaqasi faqat NBN da bo'ladi. Mashinamiz biznes klass bo'ladi. Ikkinchi qatori kapitan sedanka, uchinchi qatori menga yoqqan tarafi 3 o'rindiqli ekan. Akalar, mashinamizda vashi udobniy, eng ekonomichniy mashina. O'zbeklar ekonomikani yaxshi ko'radi-ku. Mashinamizda to'liq zaradka bilan, to'liq benzinda 1060 km yuradi. Hadovoylarga keladigan bo'lsak, Rossiya ham yumshoq mashina. Akalar Toyotaga dam berib yuboradi. Bu mashinani yana bitta zo'r tarafi, monitori, 5 ta monitori bor ekan. Orqada katta monitori bor, oldida 3 ta monitori bor. 5-inchisi mana buni qo'shib qo'ydim endi sal ko'paysin deb. Xullas, o'zlaring kelib bitta bahosini berasizlar. Nasiya savdoga bunaqa mashinani hech joydan topa olmaysizlar. Bizda bor, xudo xolasa. Soni inshaalloh nechta bor soni? Soni chegarasiz aka. Chegarasiz, mashalloh. Soni chegaralanmagan, bemalol kelib NBN jamoasidan xohlasalaring naqd pul, xohlasalaring Nasiya savdoga bemalol xarid qilishlaring mumkin. Bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.